Assalomu alaykum hammaga. Mana bu ikkita mashinamiz, ikkalasi ham DTP bo'lgan. Buni airbaglari, remenlar hammasi yonib qolgan edi. Airbaglarni xudo xolasa o'chirib berdik. Bu parkovka ham ko'rmasdi. Bundan oldingi videomda o'sha mashina parkovkalari o'chdi, ballon datchiklarini programma qilib berdik. Faqat bitta ballonni sal dami pastroq ekan. Uni sal damini ursak o'chadi. Bu mashinamiz bitta, xudo xolasa. Ikkinchi mashinamiz Tracker. Buni turbinasi qo'shmagan. DTP bo'lganda trubkasi yorilib ketgan. Mashina LS kalitli. Xudo xolasa trubkalarni almashtirib berdik, hammasi yaxshi. Bunga zadniy kamera programmasini ham yozib berdik. Hozir kameralarni ulaymiz. Bundan oldingi videomda mana trubkasi teshigida mana shu trubkasini almashtirib berdik.